Labubu to'g'risida siz bilmagan 8 ta fakt. Birinchi fakt. Labubuning vatani TikTok, COVID-19, Bubble Tea kabi Xitoy. Ikkinchi fakt. Uni yaratgan rassom Casing Lung avvaliga uni tushida ko'rgan. Uchinchi fakt. Labubuga 10 yil bo'lgan va u boshida komiks kitoblarda chop etilgan. To'rtinchi fakt. Labubuni do'stlari ham bor. Ular Zimomo, Mokoko, Taikoko. Beshinchi fakt. Dunyo va Xitoydagi eng yirik korxonalardan biri Popmart Casing Lung bilan shartnomani imzolaydi va Blindbox surpriz strategiyasini qo'llashadi. Ichidan nima chiqishi hammaga sir. Ichida nima chiqishini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. 7-fakt. Ijtimoiy tarmoqdagi hype. K-pop yulduzi Liza Labubu bilan suratini o'z sahifasiga joylaydi va hammasi shu yerdan boshlanadi. 8-fakt. TikTok va Instagramda Labubu hashtagi bilan 2 milliondan ortiq kontent joylandi.